The Dubbing eng so'nggi animelar. Bundan qanday qutulish mumkin? Tezroq o'ylashim kerak. Yordam ber, G. Ajoyib, ancha zarar yetkazdi. Hech qachon tekshirib ko'rmagandim, lekin bularda energiya so'rovchi hujum borligi to'g'ri. Ko'p chaqiruvlarim va ularni buflarini yo'qotganimdan zaiflashdim. Lekin agar men bu narsani shol qila olsam, bu muammo emas. Qani, olg'a. Bo'lishi mumkin emas. Men yutdim. Men nihoyat birinchi maxluqni yutdim. Bu menga so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan hayajonni beryapti. Albaxiron. Qaranglar, nima topdim. Buni qanday uddalading? U yaqin joyga qo'ndi. Shuning uchun men uni kutilmaganda ushladim. Bu deyarli shunday. Sen ajoyibsan, Ali. Bu qo'rqinchli. Xavotir olma, Mash, u qimirlamaydi. Hoy, yuzingda kesiklar bor. Boshqa joying ham og'rimayaptimi? Qon ketish allaqachon to'xtagan. Men yaxshiman. Bu juda ta'sirli bolakay. Uni yog'och qiliching va toshlar bilan yiqitdingmi? Shunday. Bu yerda itning tishlarining izi bor. Uni tishladingmi, Alen? Jinirsan. Aniq emas, men u bilan instinktlarim bilan kurashdim. Mayli. Rodin, men senga uni qonini chiqarib beraman. Bu uchun rahmat. Voy, bu juda katta ish. U buni Krena bilan ritsarlar o'yinida o'ynayotganda olgan bo'lsa kerak. Gerda oyoqlarida sekin bo'lsa kerak. Hoy, Alen, menga yordam berasan. Albaxiron o'rtacha 60 kilo bo'ladi. Qonini to'kib quritgandan keyin bu 20 kiloga tushadi. Lekin shuni yarmi yeyishga yaroqli. Ularning qanotlari ham yaxshi pulga sotiladi. U menga bularni o'rgatayotganidan xursandman. Garchi biz buni ko'p qismini yuqori tabaqaga berishimiz kerak. 60% soliq hatto yovvoyi maxluqlarga ham tegishlimi? Ha, ular darajali shoxli quyonlar kabi kichikroq narsalarni e'tiborsiz qoldirardi, lekin albaxiron D darajali. Qanday yomon kelishuv. Yana bir gap. Hozir oz qoldi. Mana, bu sehrli tosh. Sehrli toshmi? Rangdan yuqori har qanday maxluqdan olinadigan sehrli toshlarga soliq tortiladi. Lekin hech narsa emas, qishloqda baribir bizga keragi yo'q. Lekin eshit, agar otang qattiq jarohatlanmaganda, senga o'xshagan bola u yerda maxluq tutib yurmagan bo'lardi. Biz bundan boshliqdan kattaroq ulush bo'yicha muzokara olib borishimiz mumkin. Tushunarli. Menda bir fikr bor, janob Gerda. Mashina. Xullas, mana shunaqa gaplar. Rodinning bolasi bu maxluqni ushlash uchun kichkina bo'yinni ishlatdi. Va tushunarli, ajoyib. Yana bir gap. Biz uni qanotlarini hammasini soliq sifatida beramiz. Qolganini olishimizga qarshi emassiz, shunday emasmi? Voy, tushundim, ajoyib. Unday katta gap emas, shundaymi? Yo'q. Bu muammo. Baron bu yil bizdan yanada ko'proq go'sht yetkazib berishimizni so'ragan. Bu nimani anglatishini bilasiz, to'g'rimi? Baron shunday qildimi? Boshliq oddiy odamlarni ovga qo'shilishni qattiq talab qilganining sababi shumi? Siz juda qattiq savdolashyapsiz. Xo'p, biz sehrli toshni ham qo'shamiz. Nima? Faqat qanot va sehrli toshmi? Afsus, kimdir bizdan imkonsiz narsani so'ramaganida edi. Unda bizning mahalliy qahramonimiz Rodin bunchalik qattiq jarohat olmagan bo'lardi. Endi uning bechora oilasi ochlik yoqasida. 4 og'iz bilan ular qanday qishdan o'tadi? Men juda ochman. Boshim aylanyapti. Yo'q, Alen, chida. Xudoyim, bu dahshatli ahvol uchun kimni ayblash mumkin? Bo'ldi, tushundim. Men Rodindan uni ishi uchun juda ko'p qarzdorman. O'ylaymanki, sizga berishim mumkin. Zo'r, biz uddaladik. Kattakon rahmat, boshliq. Arzimaydi. Demak, biz endi kelajakda go'shtni o'zimizda saqlab, qanoti va sehrli toshlarni sizga beramiz, shundaymi? Nima? Asosiy masala shunda.
Qo'ya qolsang-chi, Alen. Tuxumdan chiqmasdan turib albehronlaringni hisoblashing yaxshi emas. Ularni ovlash qiyin, to'g'rimi boshliq? Uni bunga ko'ndirishning ajoyib usuli. Bu yaxshi fikr. O'ylaymanki, yana birini qo'lga kirita olsangiz, go'shtini o'zingizda saqlashingiz mumkin. Ajoyib. O, ular ikkita ekan. Xaper, bo'ldi, yetar. Ularni quritib tashlang. Mana senga. Ularga tishlaringizni ko'rsating, Fido. Ularni yiqiting. Va 2 barobar qilib. Ajoyib. Buni bir o'q bilan 2 quyon ovlash deb atayman. Yaxshi, hamma orqaga qaytsin. Men birinchisini ovlaganimdan beri har 3 kunda ularni ovlashga chiqdim. Lekin birinchi marta chaqiruvimdan hech birini yo'qotmadim. Mukammal g'alaba. Ajoyib. Menga o'sha statistika sahifasini ko'rsat. Men darajamni oshirganimdan keyin barcha MPlarim hamda HPlarimni tikladim. Lekin meni statistikalarimni o'sishi ular bo'lishi mumkin bo'lgan 60% ni tashkil qiladi. Taxminimcha men to'liq foydalana olmayman. Hali darajamni oshirishim kerak. Bu juda yomon. Xo'sh, mayli. Jinursan, men buni qila oldim. Nihoyat darajamni oshirdim. Zo'r, bu juda katta yutuqlar. Bu yoqqa kel. Qayta tug'ilganimdan keyin 6 yil o'tdi. Nihoyat birinchi marta darajamni ko'tardim. Demak, bu iloh sinovidan o'tish shunaqa bo'lar ekanda. Ajoyib his. Oilamga haqiqatni aytadigan vaqt kelgandir. Uydaman. Xush kelibsan. Nima? Bugun ikkita tutdingmi? Ha, men ularni bir vaqtning o'zida yutdim. Ajoyib, shunday emasmi? Biroz ko't, Alen. Nima bo'ldi? Hech his yo'q, hech narsa. Ha, men ketishim kerak. Bugungi ovim bilan men 10 ta mag'lubga erishdim. Go'sht quritilgandan so'ng qishdan o'tish uchun yetarli bo'ladi. Endi qolgan narsa o'tin uchun savdo qilish. Migratsiya mavsumi bo'lganligi uchun atrofda ko'plab albahayronlar bor. Men yana 20 ta ovlab 3-darajaga chiqishga harakat qilaman. Ammo bu yil oxirigacha qilishim qiyin. Bu Ertaga ko'rishguncha. Xo'sh, biz bilan gaplashmoqchimiding? ha, bu sizni hayratga solishi mumkin, lekin rostini aytsam, men bir yoshligimda ilohlar bashoratini eshitganman. Bashoratmi? Elemiya Sama haqida gapiryapsanmi? Shunday. Yosh Ellen, men senga kuch va donolik ato etaman. Shunday deganda. Bu aynan nimani anglatish kerak? Bu asosan men oddiy odamdan ko'ra aqlliroq va kuchliroqman degani. Lekin ayni paytda sen 100 kishi ham eplay olmaydigan sinovga duch kelasan. Ularni yengib o'tish uchun kuch va donolik ne'matlaridan foydalan. Shunday deganda. 100 odammi? Yo xudoyim, Alinimga nega bunday qilding? Tushunarli. Bugun o'sha sinovlaringdan birida g'alaba qozonding, shunday emasmi? Ehtimol sezmagandirsan, lekin ertalab yuzingdagi chiziq yo'qoldi. Ha, Men ilohlar sinovidan o'tish nimani anglatishini bilaman. Men sen bilan shunday bo'lgan deb o'ylagandim. tushunarli. Ammo o'tgan yilgi baholash marosimi natijalari Men bundan bir necha oy oldin Elmadan yana bir bashorat olgandim. Nima? Yaqindami? Lekin yodingda tut. Hurmat ko'rsat. Bu senga Elma Sama, tushunarlimi? Albatta, bundan buyon ehtiyotkor bo'laman. Yaxshi.
Baholash marosimida ular mening xususiyatlarimni juda past baholaganligi sababi, ular mening sinovning sekinroq rivojlanishimni hisobga olishadi va meni iste'dodim yo'q deb baholanganligi sababi shundaki, men aslida tanib bo'lmaydigan darajada yangi edim. To'xta, demak senda iste'dod bor, ha? U qanday? Xo'sh, u menga nima ekanligini hech qachon aytmagan. Tushunarli. Kechirasiz ota, men hozircha chaqiruvchi ekanligim haqida hech narsa ayta olmayman. Ba'zi odamlar noto'g'ri tushunishidan xavotirdaman. Agar men mavjudotlarni chaqirib nazorat qila olishimni bilib qolsalar, va albatta men hech kimga qayta tug'ilganimni ayta olmayman. Alien, buni bizga oldinroq aytganingda edi. Har kuni o'sha daraxtlarga tosh otish odating. Va endi bu katta maxluqni ovlashing. Bularning barchasi o'sha sinovdan o'tish uchunmidi? Va yolg'iz o'zing. Kechirasiz, oyijon. Jinnivoya. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Men sinovlardan o'tib, o'zimga munosib ekanligimni isbotlamoqchiman. Shuning uchun men jasur bo'laman va ularga qarshi boraman. Yaxshi, shunday bo'lishini bilardim. Emma Sama bu sinovni aynan sen uchun tayyorladi. Bu narsani qabul qilishga arziydi. Va agar muammoga duch kelsang, bizdan yordam so'rashga tortinma. Xo'p bo'ladi. Kattakon rahmat, dada, oyi. Va Alen, hozircha buni hech kimga aytma. Agar seni soxta elchi deb atashsa, yomon bo'ladi. Lekin Gerdaga aytsang, mayli. Ha? Mayli albatta. Chinarli. U har doim Kreinani qilich ilohi ekanligi haqida maqtanadi. Endi men unga o'g'lim shunday ajoyib ekanligini maqtana olaman. Meduza daybingdan uzoqlashmang. Men 5 qop to'ng'iz go'shtini almashtiraman. Xo'p, men ham shunday qilaman. Men 5 qop albaxiron go'shtini almashtirmoqchiman. Ajoyib. Meni oling. Yo-mayo. Bir qop go'sht 4 kunlik o'tin bilan almashtiriladi. Endi men ayirboshlash qanday bo'lishini bilganimdan so'ng, keyingi kelganimda biroz bozorni aylanishim mumkin. Kattakon rahmat, janob. So'rasam maylimi, buni pulga sotib olsam qancha bo'ladi? 5 kumush tanga. Rahmat. Sho'r xaraktersiz, tuz sotuvchisi bo'lish mumkin emas shekilli. U yerda osilib turgan mevani nomi nima? Biz buni papos deymiz. Ular seni go'shtingni bir bog'lama bilan almashtiriladi. Bu qimmat. Malmos narxidan 4 barobar qimmat. Buni olasanmi? Yo'q, janob, bularni o'zi bo'ladi. Albaxironning bir bog'lam go'shti quyidagicha almashtiriladi. 1 qop tuz, 4 dona malmo mevasi, 1 dona popo mevasi, 4 kunlik o'tin. Quyidagi valyuta shakllari bir xil qiymatga ega. 1 oltin tanga 100 kumush tanga, mis tanga 10,000 temir tanga. 1 bog'lam go'sht 1 kumush tangaga teng. Demak, 50 ta oltin tanga yig'ish uchun 500 ta albahironi ovlash degani. Yaxshi, bu atiga bir necha yilni oladi. Men kabi o'yinchi uchun esa bu bog'da sayr qilish bilan teng. Kechirasiz. Mapani tiklaydigan doringiz bormi? Bizda bunday hashamatli narsalar yo'q. Rostdanmi? Shifobaxsh dorilar qayerda? Orqa tomonda bo'lish kerak. Qiziq daftarim hamma narsani chiza oladimikan? Voh, ishladi. Sinab ko'rish foydali. Esimga tushdi. Kechirasiz, bularning qaysi biri Miyulerze kuli? Menda ularning hech qaysisi yo'q. Men axir hech qanday kelishuvlar qilmayman. Kechirasiz. Ularni oxirgi marta sotganimdan keyin hali ham jahlim chiqyapti. Janob Gerda 1 oy oldin sotib olganini nazarda tutyapsizmi? Ha, aynan, o'sha la'nati Gerda. U to'satdan bostirib kirdi va eng yaxshi dorimni talab qildi. U juda qat'iy edi. Shunday qilib siz unga Miyulerze gulini sotdingizmi? Ha, o'sha kuni omborimda bittasi bor edi. Lekin unga 5 oltin tanga turishini aytgandim. U 3 tangaga berishimni iltimos qildi. U doimiy ravishda do'stiga yordam kerakligini aytardi. Gerdaning do'sti?
Xullas, u juda ham qat'iyatli edi. Shuning uchun men unga berishga majbur bo'ldim. Lekin meni pullarimni olib kelguncha juda ham hayajonlanib o'tirdim. Bu umuman to'g'ri kelmadi. Oxir-oqibat minusga kirdim. Bundan g'azablandim. Mana siz uchun. Bunday gapirganim uchun uzr. Sen savdo qilishga kelding, to'g'rimi? Nima xohlaysan? Menga ayt. Yo'q, men buni sizga beraman. Nima uchun? Siz o'sha Miller gulini chegirma bilan sotganingiz uchun katta xizmat qildi. Meni otamni hayotini saqlab qoldi. Bu meni minnatdorchiligim belgisi. Keyingisida ko'proq olib kelaman. Sizga rahmat. Yo'q, arzimaydi. Astag'firulloh, ularning bittasi 50 kumushdan turadimi? Bu 5 ta albaxiron. Ey! Senga bu yerda nima bor ota-onamni do'konining oldida iflos? Yana shu hazilkash, otasi temirchi bo'lsa kerak-a? Bu boshliqning o'g'li, u bilan birga yuribdi. Hech narsa, xayr. Mana senga. Bu nima uchun edi? Faqatgina meni xizmatkorim bo'lishga rozi bo'lsang o'tasan. U o'zini kim deb o'ylayapti? U bilan janjallashish menga hech narsa bermaydi. Shuning uchun odatda uni bezovta qilmasdim. Nima bo'ldi? Qo'rqib qoldingmi? Bu adolat emas. Bu bahonang jang maydonida o'tadimi? O'zicha kachok yigit. Bor, xohlagan qurolingni ol. Men seni shu yerda kutaman. Yaxshi, qochib ketma, tushundingmi? Iploscha. Uni kuzatib tur, Belmos. Salom, Belmos. Salom, Alen. Sen o'zingga ishondingmi? Shu yerda qolishga jur'ating yetdi. To'xta. Bema'ni usul. Hujum juda kuchli, bolta ishlatuvchi uchun mantiqqa to'g'ri. Lekin Ukrainaning 3 yulduzli kuchiga hech qachon taqqos tosha olmaydi. Qani, bu yoqqa kel tezroq. Dogara, bolta ritsari. Qachondir do'koningga savdo qilish uchun qaytib kelaman. Ko'rishguncha. La'nat. Qaranglar, men yana a'lo darajadaman. O'zingni zo'riqtirib, mushaklaringni tortib bo'lma. To'g'ri? Qachon o'rganasan, Dogora? Senga aytdim-ku, harakatlarimni oldindan ko'rishing kerak deb. Bilaman. Nega hech urolmayapman, Jenurson? Krena unga juda oson munosabatda bo'layotganini sezish mumkin. Lekin Mash juda yaxshi harakat qilyapti. U nayzadan foydalanish iste'dodiga ega bo'lishi mumkin. Hujum qilaman. Aka, menga bu narsa yoqdi. Shundaymi? Juda yaxshi. 2 yildan keyin baholash marosiming qanday o'tishiga juda qiziqyapman. Jenurson, men hali tugatmadim. Voy, Miyula juda yoqimtoy. Sen ham yoqimtoy bo'lgansan. Mening kichkina shahzodam. Uydaman. Xush kelibsiz. Biroz kech qoldingiz. Janob Gerda ham siz bilanmi? Bizni oqsoqol chaqirdi. Oqsoqol bizdan baronga yetkazib beriladigan to'ng'izlar soni 10 tadan 15 tagacha oshirishni xohladi. Va bunga erishish uchun oddiy odamlar yana o'ga chiqishga ruxsat berishimizni kutmoqda. Nima? Siz o'shanda yomon jarohat olganingiz-ku. Lekin biz albatta yo'q demoqchi edik. Ammo bu buyruq to'g'ridan to'g'ri barondan kelgan shekilli. Agar biz bu yil qishgacha 15 ta to'ng'iz yetkazib bermasak, ular boshqa joydan ko'proq krepostnoylarni yollashadi. Qishloqda ko'proq krepostnoylar bo'lsa, yer yanada kamroq bo'ladi. Bu degani o'qilolmaydigan krepostnoylar yerlardan mahrum bo'ladi degani. Va bu Krena qishlog'ining mohiyati o'zgarishi xavfi bor degani. Eng yomoni ular keyingi yil 20 ta to'ng'izni ovlashimizni xohlashadi. Yo'q, bu imkonsiz-ku. Bunga erishishning yagona yo'li odamlardan ko'ra tezroq har 10 kunda bir marta ovga chiqishimiz kerak degani. Har biringiz uchun katta xavf tug'diradi.
Bir necha krapostnoylarning fikri baronning buyrug'i bilan raqobatlasha olmaydi. Qanchalik adolatsiz bo'lib tuyulmasin. Ha, bu adolatdan emas. Ammo Bizda tanlash imkoniyati yo'q. xo'sh, deylik siz ovulash sonini oshirdingiz. Keyin ular yil davomida sizdan yanada ko'proq narsa so'raydi. Bu imkonsiz narsaga aylanib qolmaydimi? Yakuniy natija ko'proq krepostnoylar yollash, shundaymi? Oy, Aren, kattalar gaplashayotganda aralashma. Ha, sen yaxshi fikr bildirding. Xo'sh, sen oqsoqolning aytganini qilib, oddiy xalqni yana ovga chiqishiga ruxsat berishni taklif qilyapsanmi? Asosan shunday. Bu bo'lmaydi. Bu ahmoqlar shunchaki yuk bo'lishadi. Ularni foydali qiladigan yo'lini topishingiz kerak. Eshiting, menda Ema Sama tomonidan berilgan donolik bor. Men ko'plab o'yinlarni son-sanoqsiz soatlarni o'tkazdim. Qahramonlarni imkon qadar kuchli qilib yaratdim. Ham yakka, ham juftlikda. Xulasa, anime tezroq tugay qo'ysa-da, bu yerda tarjima qilmadim, uzr. Bularni hammasini menga topshira olasizmi? Men buni qanday amalga oshirishni bilaman deb o'ylayman. Anime Meduza Diving tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Akito hamda Karoleva. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr. Aytgancha, taymingchi va tarjimonimiz Shamsiyev.